Amerika hökuməti Xitay qatarlıq dövlətlərdə kişilərin qulğa oxşaş işletiş orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini to'sib qolganligini bildirdi. Sharq Turkistonning Xotan viloyatida sho'basi bor bo'lgan Tayda nomli Xitoy shirkatining fabrikalarida yig'ilish lagerlaridagi kishilarning majburiy emgak silinganligi bu yilning 5-ida New-York vaqt gazetida e'lon qilingan edi. Xitoy shirkatining sherigi bo'lgan Amerika shirkatlari Kambojyada tutilib qolgan tantarbiya kiyimlari sababli tanqidlarga uchirgandan keyin Xitoy shirkati bilan bo'lgan barliq munosabatlarni o'zgarligini e'lon qildi. İstanbul Fatih'da tramvay bekatlarga Xitoycha yo'l belgilarining esilishiga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Bu belgilarning o'rniga Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar aks ettirilgan rasmlar bilan birga Sharq Turkistonga erkinlik degan xatlarni esildi. Türkiye İyi Partiyasi İstanbul shaharlik hukumatning avtobus bekatlariga Xitoycha yo'l belgisi esishiga qarata bir bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur turklarining dini, tili va madaniyatini cheklayotsa, İstanbul shaharlik hukumatning avtobus bekatlariga Xitoycha xat yozishining maqsadini tushunamadik. Shanxayda turkcha viviski esish siyosati bormi yoki İstanbulda Xitoy sayohatchilar to'lqini bo'lib hech kimning xabari yo'qmi deyildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarni qo'llayotgan va Xitoy Kommunist partiyasi bilan maxfiy va oshkora kelishim tuzgan davlatlarning bir qismi aniqlandi. Bu davlatlarga sayohat, savdo va boshqa maqsadlar bilan borgan Uyg'urlarning jon va mol amonligi bo'lmaydiganligi, bu davlatlarning Xitoy bilan tuzgan kelishimiga asosan Uyg'urlarni tutib Xitoyga qaytarib berdiganligi oshkorlandi. Bu davlatlarning orasida Pokiston, Saudiya Arabiston, Misr, Tojikiston va O'zbekiston qatorliq musulmon davlatlarning bo'lishi diqqatni tortdi. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Suriyada Fırat daryosining sharqida havo harakati boshlaydiganligi to'g'riliq ishorat bergandan keyin Turkiya Suriya chegarasida harbiy harakatlar yuz berdi. Turkiya armiyasi Shalli Orpining Oqchiqala noyasi qarshidagi Tel Abyad chegarasiga avtobus va harbiy avtomobillar uchun yangi manzillar tayyorladi. Suriyani ko'zatadigan to'piliklarga o'rnashtirilgan tanka va harbiy avtomobillarning Tel Abyadga to'g'rilanganligi bildirildi. Shuning bilan birga Suriyada Amerika qo'llayotgan terrorlik tashkiloti PKK va YPG Turkiya va Erkin Suriya armiyasining Fırat daryosining sharqi qilish mumkinligi bo'lgan harbiy harakatga qarshi harakatga o'tganligi ma'lum. Yevropa ittifoqi panohlanuvchilar bilan munosabatlik eng yangi statistikalarni xalqaro jamiyat bilan o'rtoqlashdi. Yakshanba kuniki Dunyo nomli gazetda yer olgan dokladga asoslanganda yanvar bilan sentabr orasida Turkiyadan 46.546 panohlanuvchi Yevropa davlatlariga kirgan. Bu raqam oldingi yilning o'xshash mazgiliga qaraganda 23% oshgan. Doklad yana faqat 23 dan 29 sentabr orasida 3710 nafar qonunsiz ko'chmanning Turkiyadan Gretsiyaga kirganligi, bu sonning 2016-yili Turkiya bilan Yevropa ittifoqi imzolagan ko'chmanlar kelishimi yo'lga qo'yilgandan buyon eng yangi rekord ekanligi ta'kidlandi.